Jo'ra. Nima deysan unchalik? Qo'la shikal chiqdi. Shikal? Da ketdi. Yur yetdiga qaysi qishloq? Birstor. Davay yo'ram ketdi. Baribir shu 13-qishloqimning havosi boshqa bilmadim. Beparosat jiddilarning ko'pligidan balki shunaqadir. Yo'q, assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana mana o'sha Krifmanga video rolimga xush kelibsiz bolalar. Qo'las kelim hozir men 100 qanaqa yoz bola 100-qishloqda o'rganib ketman. Hozir 10-qishloqimga keldim. 13-qishloqim ya'ni. Unda qolsa bolalar hozir men mashinamcham bilan keldim qaranglar. BMW bola. BMWning eng eski versiyasi bo'lsa ham u mayli bo'laveradi. Yursa bo'ldi, lekin bola qaranglar, baribir BMW deganda qaysi versiyasi bo'lsa ham tez yuradi-yu. Sekin, lekin shuni ozgina tormozni rostlashim kerak edi. Merda mashinasi, merda trillion mashinasi bor. Menga shu mashinani nima so'radi? Royo ko'rdi, Rayo. Xolos bola shunaqa shu mashinani berdi menga. Normal mashina bersa bo'lardi, balikat menga qotdi-yu, hamma bola. Deganda siz solib qo'yaman-da. Xolos bola merni oldiga borib, o'zigina merni xabar olib kelishim kerak. Qishlog'i shu parosatsizda yana shu pozimga ko'z alattirib o'tsamsan, endi nima qilishim kerak? Boshqa ishim yo'q. Borib ishlab, boshqa ishlab. Mana bu yerda uyqilib nima qildi? Berga borsa aytadi. Amerika borsa, qanaqa palagat boshlaganligini. Assalomu alaykum Marto'g'a va alaykum assalom demoqchimidingiz? Assalomu alaykum Mar. Va alaykum assalom kirib yaxshimisan? Yaxshi, nimaga uncha jahl chiqyapti? Jahlim chiqmaydi, nima qiladi? Nima bo'ldi unchalik? Salom. Assalomu alaykum Kripto'g'a. Va alaykum assalom. Salom. Assalomu alaykum Kripto'g'a. Va alaykum assalom. Ture, bilmasdan. Xo'las, mer yana qanaqa palagat boshlashdi ular? Xo'las, kelam Krip. Bursa 4-qishloqdagi jitellarni bolalari bilan talpa ko'rishib, ya'ni shikal keyin ularni urib tashlagan bizani qishloqqa jalba tushdi. Sizlarni boshqa ishlar yo'm qiladigan. Iltimos bizni Krip faqat urmang. Kripto'g'a. Tushunarli. Demak, shikal boshlashgan. Shunaqa, mayli. Hozir ishni qilib kela, o'zim hal qilaman. Nimani hal qilasan? Hozir mayli ishni qilib kela aytaman nimaligini. Nima? U sandiq bor ekan, mayli keyinroq ochib ko'raman. Mayli bola, nima? Ana sandiq turibdi, bilmadim nima sandiq ichida nima bor. Mayli, hozir esa endi bola boramizda eng birinchi bo'lib nima qilamiz? Poziga ishimizni qilamiz, qaniyashni. Nima poziga ishimizni qilmasak bo'lmaydi. Men bizani bola qishloqda hayda borish mumkin. Shuning uchun qana haydash bola o'zi qishloqda hozir keldim. Mayli bola, necha? Degan narsa qaranglar bola. Baribir ham shu 100-qishloqimni havos boshqacha bo'layotganda, bilmadim bola. Beparosat jitlar ko'pligidan, menimcha, beparosat jitlar ko'pligidan ma'nosini tushunganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Degan narsa mana bularni olib qo'yasiz. Lekin bola qaranglar, bilasizlar, 100-qishloqdagi agrotom 4 qator, qanaqa 4 bola? 3 qator edi. Bu esa 13-qishloqdagi agrotom 4 ta qator bola. Vafshim mazza bor. Degan so'ppani tashiymiz hammasini va juda ham yaxshi mamcha. Endi mana buni olish kerak. Menimcha eshitmay qolmadi, mana qolib ketibdi. Bola qaranglar, juda ham ko'p chiqadi shu 100-qishloq. Qanaqa 100 bola 13-qishloq. Vafshi bola, vafshi tilimni ham sevib chiqyapti qaranglar. 13-qishloqni 100-qishloq deb o'tirman. Mayli bola, necha odamda bo'lib turadigan holatlar. Endi ikkamiz ikki tashiymiz va ikki qator o'sha sabzini ikkimizdan so'ng berga bilan topshirib kelsa, bo'ldi. Undan keyin menimcha bu qishloqda endi ozgina yashayman, sababi 13-qishloqni men juda ham sog'indim. Hali jitlar bilan bugun bazm o'tkazamiz deyishdi, bilmadim qanaqa bazm. Lekin hali menga aytishmadi. Balkim bola kimnidir tug'ilgan kuni bordir. Xolos, o'shana qilib bola bazm o'tkazmoqchi. Uyimga bitta kirib chiqay bola. Uyimda mazmunimga normal bo'lsa kerak. Turibdi amasdan va chotki bola, chotka. Mana bu yerda ham turibdi. Qaranglar bola, mana bu yerda telefonim bor. Telefonim turibdi bu yerda. Lekin bu o'zimning telefonim, ikkita telefonim bor, bilasizlar. Bilmasam ham kerak. Xolos, bittasi 100-qishloqda, bittasi esa o'sha bola 13-qishloqda. Shu telefonim. Ikkita telefon bor. Bu esa turibdi, bilmadim bola zaryadkasi bormi yo'qmi. Mana u yo'q bilan men qizig'im yo'q. Qizim yo'q. Qaranglar, gapda qaranglar. Qizig'i yo'q u yo'qni. Tak mer xolos olib keldim narsalarni. Juda ham yaxshi, men o'zimga beraver. Mana oling xolos, oppa. Xolos kelam, qo'sh boya nima demoqchi edingiz? Xolos kelam, Krip sham bularga bitta o'zing o'yin mo'jinchasi qurib ber. Shularga-da. Mayli qurib beraman, mana buni ichida bo'lsa kerak. Da. Xolos, o'zing ko'rgan narsa mana orqamda ana nima turibdi? O'yiq. O'sha tushunali. Tushunmadim, bu yerda nima bo'ldi? O'shanga tegma, o'shanga sovg'a keyinroq. Sovg'amidi? Mayli keyinroq ko'ramiz bola. Sovg'a deyishdi. Xolos buni mana bu yerga qurishimiz kerak. Shu yerga o'yin mo'jinchasi qurilar ekan. O'zim qiziqdim. Buni nima deb jittal qochib turmaysizmi bola? Kirib keldingmi?
ayo kelmadim 100-qilib men qalayman kompyuterdan o'tirman polsa o'tyapman juda ham yaxshi sen kimsan unda arvohman nima krif o'ldimi da o'ldi rostdan sana bo'lasan turga qolib вообще odam jig'iga tegishadi jinni bo'ladi jinni o'qishgan mayli bo'ladi necha endi mana bularni tak endi polni yopib qo'yamiz tagini mana buni ham yopamiz yetmay qolishi mumkin suv mana shu yetmay qoladi bola ana yetmaydi tak o'ppana qilamiz va aytdimmi bola yetmay qoladi deb katta esa mana buni olamiz va 2 stak bor ekan o'shaning uchun endi bemalol yetsa kerak bilmadim tak endi o'ppana qilamiz va mana bu yerni ham yopamiz. Sababi qaranglar bo'ladi. Nima uchun bu yerni qum qilyapman bilasizlarmi? Sababi bola agarda bu jitel bolachalar yiqilishadi, yiqilib qolsa bola qattiqqa tushadi. Qattiqqa tushgan bir yer sinadi, lekin bola mana qumga tushsa qattiq tushmaydi, juda ham yumshoq tushadi. O'shaning uchun bu yerlarni qum qilyapman. Bilasizlar o'zi ham o'yin maydonchasi ko'pincha qum bilan o'ynaladi. Mayli bola shu endi bilasizlar farosat degan narsa yo'da, shu kichkina bolalarda. Lekin bola kichkina bolalarga tushunish mumkin. Men o'zim ham kichkina bolalarga mana bulardan ham befarosat bo'lganman. Ya'ni nima desa bo'ladi? Har kuni shikal chiqarardim bilasizlarmi? Kamadam yig'ardimda. Ana bu bizning davrda 14-hisob degan bor edi. Qo'shiqchilar o'shaning bilan futbol o'ynardik bola biz. Do'stlarni davrda nima bo'lib o'tgan? Albatta o'sha kommentariyada o'tib yozinglar. Bola, turnik yo'q ekan, hamma mana bu turnik bo'laveradimi, bilmadimmi? Mayli, bo'laversa kerak, yana bilmadim. Endi esa buni aytgancha bo'lib bizga daraxt kerak, sabab bularni osish kerak bir yerga, o'shaning uchun daraxt olib kelamiz biz. Problem emas, bo'la mana bu yerda daraxt o'shalarni olamiz. Endi esa mana bu yerdagi daraxtlardan olib, xullas bo'la biz o'sha daraxt nima qilamiz bilasizlarmi? Bo'la xullas mana bu qisda ildirib qo'yish uchun mana bunaqa narsalarni hozir ko'rasiz o'zingizlar. Bilasizlar, mana bular ildirib qo'yiladi, uni yerga qo'yilmaydi bular. O'shaning uchun bularni ildirib qo'yish uchun daraxtlardan kerak bo'ladi. Endi mana shu yetib qolsa kerak bo'la. Bemalol yetadi. 24 ta yetib ortib ham qoladi. Ortdan ham ortib qoladi, ortibdan ham ortib qoladi. Tushundinglarmi? Endi esa lekin bola tushundinglarmi, tushmadinglarmi bilmadim, lekin men o'zim tushunmadim bola. Endi esa bu yerga mana bunaqa qilamiz va o'tishlari mumkin bu yerga bilasizlar mana bunaqa nima o'tishadi, nomini bilmadim. Nomini bilsanglar yozib qo'yinglar kommentariyga. Men masalan bilmayman bu nomini va mana bu yerga esa oppana qilib qo'yamiz. Bu yerga basketbol quramiz. Bola, nima bo'lmayapti bu? Hamma bola cho'ta qo'yilmay qoldi. Menimcha Minecraft bug bo'lsa kerak. Endi esa mana bu to'pchalarni qo'yamiz. Bu yerga ochib qaranglar bo'laman, o'zim tushirib beraman bittasini hozir. Tushira olamanmi? Agar tushira olsam, videoga like bosasizlar. Davay mo'lla, davay. Qani oppa va voy bola parakat turib qoldi amal bo'yicha. Endi ikkinchi o'rinish. Challenge shuni bilmadim. Oppa va qatga otib yordim bo'la. Mana shu tushmaydi bola. Basketbol bo'yicha men mutaxassis emasman. Degan oppa va parakat yana tushmadi. Nimaga tushmayapti bu? Mana shu mana bu yerda teshikga tushmasa kerak, yana bilmadim. Mayli xullas, like bosasizlarmi? Bosib qo'yaveringlar. Sabab men shuncha mehnat qilyapman, aql bosib qo'ysangiz menimcha aziydi. Degansa mana bu yerga bitta nima qilamiz? Sirpanchiq. Endi sirpanchiq sabab bo'la, hamma yaxshi ko'radi sirpanchiqda. Nimaga buni bo'lmayapti bu yerga? Bu yerga chiqib bo'lmayapti. Bola cho'ta negaligini bilmadim. Narvondan chiqib bo'ladimi? Narvondan ham chiqib bo'lmayapti. Hamma bola jitlarni o'zi bir bola chiqib olishadi. O'zi shunaqa вообще odam jig'iga tegishadigan jitlar bular. Bular bu yerda esa qum o'yinchoqlar bor ekan, ya'ni qum qasrlar. Mana bu yerga bittasini qo'yib yuboramiz. Yo'q, bu yerga qo'ymaslik kerak. Sabab bu yerdan ochadi mana bu yerga. Mana bu yerga ham qo'ymaslik kerak. Buni chekkaga qo'yish kerak. Mana bu yerga qo'yamiz. Tak oppana, mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta va mana chekkaga bitta qo'ysak, mana shu yetadi. Degan esa mana bu narsadan bittasi ortib qolar ekan va mana bunaqa narsa bor ekan bizda. Buni qayerga qo'yamiz? Davayda bola mana bu yerga qo'ysam menimcha yetadi. Shu yerga qo'ysa cho'tki bo'ldi menimcha. Endi esa mana buni olsak, bu yana nima bo'ldi? Arg'imchoq. Bola arg'imchoq ham bor ekan. Davay shuni mana buni qilib qo'yib qo'yamiz. Bu juda ham yaxshi bo'ladi. Shuna qilib qo'ysak menimcha yetadi. Bola arg'imchoq, arg'imchoq lekin men o'tira olmas ekanman. Balkim o'tira olarman. Yo'q, bola o'tira olmas ekanman. Hamma necha jitlarni o'z bir bola o'tirishadi. Balkim bola bular jitlar uchun ishlab chiqarilgandir, yana bilmadim. Lekin bola juda ham zo'r chiqyapti menimcha. O'yin nima edi bola? Shu nomi. Xullas bola o'yin nimasi bo'ladi. O'yin bo'lar xullas maydonchasi, o'yin maydonchasi desa menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Endi esa bularni qo'yib chiqish kerak atrofiga. Sababi bu yerda chegarasi bo'ladi bu, ya'ni shu yerdan boshlab o'yin maydonchasi degani bu. Endi esa mana bu yerga ham qo'yamiz. Bu yerga qiyshaytirib qo'ysak, sig'mas ekan bu yerga. Mana necha. Endi esa oppana qilib
va voy palakat bola qish qo'yib yubordim amaldek. Endi esa voy bola buni qiyshatirib qo'ysa bo'lmas ekan. Amal bola nima ham qiladi deganda voy palakat shu bitta ortiqcha qo'yib yuboraman degan esa oppani qo'yamiz oppa va juda ham yaxshi bo'lamoqchi, juda ham yaxshi chiqyapti. Agar sizlarga yoqayotgan bo'lsa videoga like bosib o'tinglar. No, menga yoqyapti masalan, lekin men videoga like bosa olmayman. Like bosishim mumkin, bitta like bosa olaman, lekin sizlar bilasizlar, sizlarning bitta like bosasiz. Agarda bizda ko'paysa nima bo'ladi? Nima bo'ldi? Voy palakat. Stop. Voy bola bu cheatermanmi? Men nima bo'lay? O'zimga ham hayron qoldim. Amal bo'la nechun Minecraft degani bu buglar dunyosi degani bilasizlarmi shuni? Mana shunaqa. Mana shunaqa emasmi? Hamma bola necha? Lekin bola 3 ta armchoq ortib qoldi. Ash birga qo'yib yuborish kerak-da, shuni bolalar sig'armikan. Sig'maydi, bola sig'maydi. Sig'mas ekan bola, mayli, qo'ymasa qo'ymaymiz. Amal chikkiga o'zi qanaqa bo'ladi? Qani qo'yib qo'yaylikchi. Tegib qoladi bola, mana bu taraf tegib qoladi. Amalan sen merni o'ziga olib berlik, merni o'zi bir bola qiladi, sotib yuboradimi, olib qo'yadimi bilmadim. Mer qo'lasiga ham tayyor. Tayyormi? Yo'q, tayyor emas. Tayyor dedimi? Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Stop bola, mana buni qo'g'chalardan qo'yish yoddan chiqibdi, palakat. Hammasini yoddan chiqarmasdan qo'yda endi. Xo'p, qo'yaman qo'y. Men bu yerda qani instrumentlar ham bormi de? Bor, ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmaman bola, men instrumentlar borligini ko'rmaman. Olmos instrumentlarni yerni o'z qo'ygan ekan. Amali bu yergacha qo'rchalarni qo'yib qo'yamiz. Oppana va afsiyo bo'la. Normal. Endi esa ishlarga borib, xullas bo'la, ichkariga borib mazza qilib video olaman. Eski notdugini video olmaganimga ko'p vaqt bo'ldi. O'shanga kirib xullas ozgina videolib o'tiraman endi. Esa ishni ochamiz deyshadi. Endi hisob qo'yaman bu yerga instrumentlarni va xullas o'tirib olib, mana bu yerda mazza qilib videolib o'tiraman. Endi yana bugungi plan bu 3 ta video olish.